Salom hammaga jigarlar, sizlar bilan Muhammad. Vallahi men 2 yildan beri PUBG o'ynab kelaman. 2 yildan beri o'ynagan bo'lsam, o'rtada 5-6 ta telefonga almashdi. Uni o'rtada akkauntlarim chopilib ketdi. Vallahi shu 2 yildan beri o'ynagan bo'lsam, 2024-yil 1 yildan beri Zapsda o'ynab kelaman. Shu paytgacha nima qilganman, lekin stream qilganman barvatta. Stream qilganman 200 tacha obunachim bor edi. O'sha akkauntimda ham PUBG akkauntim bor edi. U akkauntimni ham kimdir chopib ketdi. Uni tikila olmadim, nomerini ulamaganman. Vallahi men nima demoqchiman? Men 30 FPS da o'ynayman, stream qilaman desam, normallik device yo'q, kompyuterim yo'q. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Shuncha zaps qilib o'ynasam ham O'zbekistonda faqat qizlarga padashga bor. Mana masalan nima demoqchiman? Feliza 20 bitta post qiladi, 20 minutdan keyin 100 minglab like keladi. O'sha qizdikan, qiz bolalarga. YouTube nigorachi 600 ta odam ko'radi, 1000 ta odam ko'radi. Felizanikin даже 3000 ta odam ko'radi streamida. Bolalar like bosinglar shuncha aytsam bosmay o'yin qilishadi. Qizlar so'ramasa ham streamida like'ni ko'tarishib yoradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? O'zbekistonda faqat qizlarga padashka bor. Shuncha bolalar harakat qilib, zapsda yaqib qatiydigan telefondan o'ynasa ham O'zbekistonda bolalar, qizlar umuman padashka qilmaydi. Shu bitta obuna bilan like bosib chiqaymi jigarlar? Tekindan o'shani ham qizganasizlarmi?